miqyosida Infolog O'zbekiston 2025-14 milliy axborot kutubxona haftaligining 2-kuni keng nishonlanmoqda. Shu jumladan bizning Sariosiyo tuman axborot kutubxona markazimizda ham kundan kunga rang-barang tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Bugun sizlar bilan birgalikda davra suhbat o'tkazamiz. Kitobga bag'ishlab har bir inson menimcha kitobni o'qiydi, kitobni yaxshi ko'radi. Chunki kitobda bizni o'tmishdagi buyuk ajdodlarimizdan, avlodlarimizni o'zlaridan qoldirgan boy madaniy tarixlari yozilgan. Bugun biz o'shalar kitoblarni o'qib, ular to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Men o'ylaymanki, bugungi tadbirda barcha kitobxonlar faol ishtirok etadi. Chunki bu tadbir hammamizni kitob ezgulikka yetaklaydi degan iboraga amal qilishga undaydi. Bugun hozir axborot kutubxona markazining mutaxassisi do'stlarim Saodat sizlarga kitob to'g'risida chiroyli bir ma'lumot beradilar. Men